Dünya Uyghur Kurultayı'nın çağırığı bilen 5. ayının 13. günü Cenevadaki BDT aldıda ötküzüldüğün zor kölemdeki birleşme namayışını bütün gücümüz bilen kollap kuvvetlayımız. Duayımız her zaman sizler bilen birge. Dünya Uyghur Kurultayı Ekologiya Komitesi. Assalamu alaikum. Barlık, Şarkı Türkistanlık vatandaşlar, qarindoshlar, yidinglar mübarek olsun. Tutgan ro'zalaringlarni Alloh qabul qilgan. İbadetleringlarga ajr bergan bo'lsin. 5. ayning 13. kuni Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki Ceneviyet Turuşluk binası aldıda teşkilatlar birlikte edip orlaştırgan namayışqa barlıq Şarkı Türkistanlıklarınınki qatnış mümkünçülüğü bo'lmagan, bizge o'xshash okeanlar ayırıp turgan Avustraliyada yaşayotgan barlıq vatandaşlarınınki barış mümkünçülüğü bo'lmagan, ama manevi ve iqtisadi cihetten qo'llashi her birimizningki milliy ve dini mecburiyeti deb tushunaman. Hammaylar 5. ayning 10. gündeki namoyishni qo'llayli ve şu namoyishga qatnashuvchilarga qo'limizdan kelgan yordam qilayli. Xayr xo'sh, Allohga emanet. Assalomu alaykum. Dunyoning har joylarida yaşavatkan Şarkı Türkistanlık qarindoshlar, hammalarga oyam muborak bo'lsin. BDT Ali Komissiyoni xizmatchilari tunji qitim Şarkı Türkistanga tekshirishga bormoqchi. Bu tekshirishning adolatlik, betaraf bo'lishini va BDT qarorining dunyoga tezdan e'lon qilinishini iltimos qilish yuzasidan Cenevada 13 may juma cho'ng namoyish bo'lmoqchi. Hammaylarni bu namoyishga qatnashishga chaqiramiz. Ovoz qatayli, kuch qatayli, namoyishga borayli. O'z amaliyatimiz bilan, vaqtimiz bilan, jonimiz bilan tarix yaratayli. Vatanimiz, xalqimiz intayin zil, fojialik muhitda yashayotdi. Bu tekshirishning betaraf, adolatlik bo'lishi hamma uchun intayin muhim. Namoyishga borayli aziz qarindoshlarim.